Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yuqorida aytib o'tganga o'xshagan suhbatlardan birida sahobai kiromlarni e'tiborini tortish uchun, suhbatga qiziqtirish uchun, suhbatda faol ishtirok ettirish uchun savol tashladilar. Qani menga aytinglarchi, pahlavon kim dedilar. Pahlavon kim? Botir, pahlavon, kuchlik, zabardast kim? Hammani xayoliga keladigan javobni sahobalar berishdi. Allohning rasuli u kurashda yiqitadigan odam dedi. Ya'ni kurashda yoniga yerga tegmaydi. Kim u bilan kurashsa yiqitadi. Ana shu pahlavon haqiqatdan. Dedilar Rasuli akram alayhisolatu vassalam yo'q dedilar. Pahlavon, haqiqiy pahlavon g'azabi chiqqanda o'zini bosadigan odam dedilar. G'azabi chiqqanda o'zini bosib, noo'rin g'azabni ishlatmay, birovga ozor bermay, uni kechirib bag'ri kenglik qilgan inson haqiqiy pahlavon. Kurashda yiqitaveradi. U bilagni kuchi, belni kuchi, qaddi qomatni kuchi, lekin haqiqiy kuch axloq kuchi. Haqiqiy bahodirlik yurakni baquvvatligi, kengligi. Ana o'sha Allohning oyatiga amal qilib, Rasuli akram alayhisolatu vassalomlariga amal qilib, o'zini oliy maqom axloq doiralarida tutadigan inson haqiqiy pahlavon bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlarining boshqa bir hadislarida aytadilarki, kimki g'azabini o'tkazishga qodir bo'lib turib, bir kishini avf qilgan bo'lsa, qiyomat kuni Alloh mahshargohga butun xaloyiqni to'plaganda haligi odamni o'zini ko'pchilikni ko'z o'ngida chaqirib, huzuriga chaqiradi-da, sen u dunyoda mana shu ishni qilgan eding. Ya'ni birovga g'azabingni o'tkazib jazo berish imkoning bor edi. Shuni qilmasdan afv qiluvding. Endi shuni mukofotini hozir men senga beraman. Mana shu hurlardan xohlaganingni tanlab ol degan. Ana mana shu holatlar bilan Qur'oni Karim, hadis-i nabaviy sharif siz bilan biz mo'min musulmon bandalarini, ummati Muhammad alayhisalomga mansub kishilarni mana shu juda yomon bir sifatdan, qattiq bir qalb kastaligidan saqlanishimiz, uni o'zimizdan yiroq qilishimiz, birovlarga g'azab qilmasligimiz noo'rin tarzda va g'azabimiz kelgan paytda ham g'azabni yutib, odamlarni avf qilish sifatiga ega bo'lishimizga chorlar ekan.